Viloyat hokimi Aziz Bug'oyev Metan Qo'shrabot Nurota avtomobil yo'lining Qo'shrabot tumani hududidan o'tuvchi 18 va 72-kilometr oralig'ida olib borilayotgan ta'mirlash ishlari bilan tanishdi. 50 yildan oshgan bu asfalt bo'lganiga endi asfaltligi qolmaganda endi. Faqat yamishlik. Faqat yamishni remont bilan ish bo'lmaydi-da. Bugun yamaysiz, ertasi yana qo'pariladi. Yana yamaysiz, yana qo'pariladi. U ish emas endi. Hozir mana 2 kilo asfalt bo'ladi. Shu qoidasida nima yozilgan bo'lsa, shu talablarda, o'shanda talab bilan qilishimiz kerak bo'ladi. Sifat birinchi masala. Tagi baquvvat bo'lish kerak, asfalti sifati zo'r bo'lish kerak. Asfaltni ukladga qilgan paytingizda shunday ukladga qilingki, ustiga suv turmaydigan bo'lsin. Yomg'ir yog'adimi, tashqariga chiqib ketadigan bo'lish kerak-da. Shu buzadigan narsa og'ir yukli mashin bilan yomg'irda agar shu ikkalasidan asrasak, bo'ldi, bu asfalt ko'p yillar xizmat qiladi bizga. Bosib ketdik, tamom degan gap bo'lmaslik kerak bu. Endi xalq bundan foydalanadi-da. Viloyat rahbari yo'lning uzoq yillar davomida xalqimizga xizmat qilishini ta'minlash uchun qurilish ishlarini sifatli bajarish lozimligini ta'kidlab, bu borada mas'ullarga tegishli